Bilal roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan juda uzoq birga yashagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qachon uxlab, qachon turishligini, qanday yurib, qanday o'tirishligini hamma holatlarini yodlab olgan. Bilal roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bitta ishorasi bilan azon aytardi va bitta ishorasi bilan takbir aytardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni muazzini bo'lib tanilgan edi. Madinada Bilal yursa, Madina-i Munavvarada xabar tarqadi, Rasululloh vafot topibdi. Musulmon ummatiga tushgan eng og'ir musibat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafoti. Hamma sahobalar nima deyishlikni, nima qilishlikni bilishmay qoldi. Ularni eng yaxshi ko'rgan odami dunyodan o'tdi. Otasidan mehribon